Men Husanov haqida so'ramoqchi edim. O'tgan yili kelganida uni darhol qiyin vaziyatga tashlashgan edi. Mana bu oyda u yana tarkibga qaytdi. U bir yil ichida qanday o'sdi? Bilasizmi, u qanday tezkor o'yinchi bo'lgan bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Bu borada hech narsa o'zgargani yo'q, lekin shunga qaramay u nihoyatda ishonchli. Men avval ham aytganman, 5-6 oyni Fransiyada o'ynab berish boshqa narsa. Bu yerga bunday darajaga kelish esa butunlay boshqa narsa. Bu juda oson bo'lmasligi mumkin, lekin men uni o'zgacha yigit deb hisoblayman. U haqiqatdan ham o'zgacha. U bizning o'yin uslubimizga katta yordam beradi, chunki biz chindan ham yuqori himoya chizig'i bilan o'ynaymiz va bilasizmi, u ortimizdan kelayotgan narsani o'z zimmasiga olishda zo'r. O'ylaymanki, u aslida shunday o'ynashni yoqtiradi. Sekin-astalik bilan u to'pga egalik qilganimizda undan nima kutayotganimizni tushuna boshlayapti. Qadamma-qadam u bu borada o'sadi. U hali juda yosh. Shunga qaramay, unga o'rgatilgan hamma narsani tom ma'noda o'ziga singdiradigan yigit. U doimo borini berib o'ynaydi. Shunday ekan, bu top transfer. O'tgan mavsumda klubini sotib olish borasida ajoyib qaror qabul qilganini aytgandim. Agar ertaga uni transfer bozoriga qo'yishsa, dunyoning eng yaxshi 10 ta klubi uning uchun saf tortadi. Uning o'ziga xos jihatlari, himoyachi uchun noyob jihatlari borki, ularni bugungi kunda Fanar bilan topa olmaysiz. Dastlab til tufayli har ikki tomonga ham qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir osonlashdimi? Muloqot yaxshilandimi? Menimcha, u ingliz tilini yaxshi biladi va biz bir-birimizni tushunamiz. Bu ishlarni osonlashtirish kerak edi, lekin bu har doim ham shunday ishlamaydi. Menimcha, muammo tilda emas, gap ko'proq maydondagi fikrlash tezligida. U shunchaki o'sha qadamni tashlashi va o'ziga o'zi, qaraya, men o'zim haqimda o'ylaganimdan ham zo'rroq ekanman deyish kerak va men unga bu borada turtki beraman, chunki u haqiqatdan ham juda yaxshi o'yinchi. Uning uzoq paslari ajoyib, kesuvchi uzatmalari zo'r, to'pni uzatish tezligi, shunchaki ozgina jasoratliroq bo'lish kerak xolos. U qanchalik ko'p o'ynasa, ishonch shunchalik tez paydo bo'ladi.